Nima bu sizga berilgan mavzuga tanqidiy va tahliliy yo'nalishda chiroyligina yozma ish yozib berish. Esse tuzilishiga ko'ra 3 ga bo'linadi. Birinchisi kirish qism, ikkinchisi asosiy qism va uchinchisi xulosa hisoblanadi. Kirish bitta xat boshi bo'ladi. Asosiy qismimiz esa ko'rib turganingizdek 3 ta xat boshidan iborat. Sababi asosiy qismda birinchi tomon qarashlarni yoritamiz va ikkinchi tomon qarashlarni ham albatta yoritishimiz shart. Uchinchisida esa shaxsiy fikrimizni, ya'ni siz qaysi tomonga qo'shiladigan bo'lsangiz, mana shu yerda shaxsiy fikrlaringizni yozib ketishingiz mumkin. Xulosa qismi yuqorida keltirilgan ma'lumotlarimizda, yuqorida aytgan berilgan gaplarimizni chiroyli qilib yakunlab beruvchi qism hisoblanadi.